Xorijda Rossiyaga safarlar soni kamayib ketdi. Soxta hujjatlar qilib yuradigan fuqarolar diqqatiga. Saudiya Arabistonida umrachilar avtobusi yonib ketishi oqibatida 40 dan ortiq ziyoratchi halok bo'ldi. Amina ilovasida yolg'on yashash manzilini taqdim etgan chet el fuqarosi Rossiyadan chiqarib yuborildi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Sankt-Peterburg migrantlarning ikkita ishni qilishiga taqiqni o'zgartirmoqchi. Sankt-Peterburg rasmiylari ishlash uchun ruxsatnomasi bo'lgan mehnat migrantlariga nisbatan taksichilik va kuryerlik xizmatlarida ishlashga qo'yilgan taqiqni 2026-yilgacha uzaytirmoqchi. Bu haqdagi qaror loyihasi 13-noyabr kuni gubernator Aleksandr Beglov tomonidan korrupsiyaga qarshi ekspertiza ko'rib chiqishi uchun taqdim etildi. Sankt-Peterburg mehnat va bandlik qo'mitasiga 2026-yil 1-avgustgacha gubernatorga taqiqni 2027-yilgacha uzaytirish maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi o'z fikrlarini taqdim etishni topshirildi. Migrantlarning taksi haydovchisi bo'lib ishlashga taqiq joriy yilning iyul oyi oxirida joriy qilingandi va u 2025-yilning oxirigacha davom etadi. Smolniy bu qaror taksi xizmatlarining sifati va xavfsizligini oshirish hamda Rossiya fuqarolari uchun qo'shimcha bandlik imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan deb izohladi. Taqiq 8-noyabrdan to'liq kuchga kirdi. Bozor ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, cheklovlar shaharda haydovchilar sonining 12% ga qisqartirishiga olib kelgan. Migrantlarning kuryer sifatida ishlashni taqiqlash shuningdek dastlab faqat 2025-yilning oxirigacha 11-avgust kuni e'lon qilingandi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi shartnomasiga muvofiq Belarus, Qozog'iston, Armaniston va Qirg'iziston fuqarolari Rossiyada patent yoki mehnat ruxsatnomasisiz ishlash mumkin. Demak, ushbu taqiq asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat migrantlarga taalluqli. Ushbu qaror norasmiy bandlikka qarshi kurashish, kuryerlik xizmatda xizmatlar sifati va xavfsizligini oshirish, Rossiya fuqarolari birinchi navbatda yoshlar va talabalar uchun yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaga ishlash uchun borgan mehnat migrantlarning oylik maoshidan ortiq miqdordagi pulni vataniga o'tkazishni taqiqlovchi qonun loyihasi Davlat Dumasiga ko'rib chiqish uchun topshirilgandi. Davom etamiz. Ilova orqali registratsiya qilish 2026-yil sentyabrdan Rossiyaning boshqa davlatlarida ham boshlanadi. Moskva hududida ishlashga kelayotgan migrantlarning Amina ilovasida ro'yxatdan o'tishi majburiy bo'ldi. Ilova orqali o'zini onlayn Saxar va migratsiya markazi manziliga registratsiyaga qo'yishi mumkin. Uxlash va dam olish joyi mestasna и отдыха uning amaldagi registratsiyasi hisoblanib, o'sha yerdan geolokatsiya ichki ishlar vaziriga uzatilib turishi kerak. Xorijda Rossiyaga safarlar soni kamayib ketdi. Kommersant nashrining yozishicha 2025-yil yanvar-sentyabrda xorijliklar Rossiyaga 12.2 million marta safar qilgan. Bu o'tgan yil ko'rsatkichlariga qaraganda deyarli 1 million kam degani. 3-chorakda O'zbekistondan ham Rossiyaga kelib ketishlar kamaygan. 2025-yilda 711 mingta safar uyushtirilgan. 2024-yilda esa 836 ta. Shu davr mobaynida Rossiyaga safar qilgan o'zbekistonliklarning 413 ming nafari tashrif maqsadini ish deb ko'rsatgan. Qolganlar boshqa maqsadlarni ko'rsatishgan. Ekspertlar xorijliklar safari kamayganiga migratsiya qonunchiligiga kuchaytirilgani va ichki kuchi uchun xalqaro raqobat boshlangani ta'sir qilganini istisno qilishgan. 1-yanvardan Rossiyaga kelgan xorijliklar uchun bir yildagi eng ko'p bo'lish muddati 90 kundan oshmasligi kerak. Bu qoida patent olib ishlab yurganlarga taalluqli emas, faqat kirdi-chiqdi qilib yuradiganlarga tegishli. Soxta hujjatlar qilib yuradigan fuqarolar diqqatiga. Soxta patent jinoiy ish ochilishiga olib keldi. Rizan viloyati yo'l harakati politsiya xodimlari Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 38 yoshli migrant boshqarayotgan mashinani to'xtatgan. Hujjatlarni tekshirish paytida inspektorlar haydovchi tomonidan taqdim etilgan ish ruxsatnomasining haqiqiyligiga shubha qilishgan. Hujjat ekspertizaga yuborildi va sud tibbiy ekspertlar patentning soxta ekanligini aniqladi. Keyinchalik chet ellik
fuqaroga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi deb xabar beradi Rizan viloyati Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. Rospotrebnadzor tomonidan chet el fuqarosiga kirishni taqiqlash, soliq muammolari tufayli boshqalarga xavf tug'diradigan chet elliklarga kirishni taqiqlaydi. Chet el fuqarosi hujjatni olish paytida tibbiy ko'rikdan o'tayotganda ba'zi xavfli kasalliklar mavjudligiga shubha bo'lishi mumkin. Bunday holda tibbiy tashkilot avtomatik ravishda ma'lumot yuboradi. Ma'lumotni olgandan so'ng agentlik taqiq qo'yadi. Chet el fuqarosi mamlakatni tark etishi kerak deb xabar qilinadi. Sog'liqni saqlash vazirligiga kirishga, taqiqlashga, ya'ni zapretga sabab bo'ladigan xavfli kasalliklar ro'yxatini belgilaydi. Asosan quyidagi kasalliklar aniqlansa zapret qo'yiladi: sifilis, lepra, sil kasalligi, ya'ni tuberkuloz va SPID, ya'ni VICH. O'zbekiston va Turkmaniston poytaxtlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar qayta tiklandi. Ikki davlat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar 2013-yil may oyida to'xtatilgan. Bunga yo'nalishning daromadli emasligi sabab bo'lgan. Saudiya Arabistonida umrachilar avtobusi yonib ketishi oqibatida 40 dan ortiq ziyoratchi halok bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqaldi. Hindistonlik umra ziyoratchilari olib ketayotgan avtobus Makkadan Madinaga ketayotganda yo'lda yoqilg'i sisternasi bilan to'qnashgan va to'qnashuv oqibatida avtobus yonib ketgan. Hodisada 42 nafar ziyoratchi halok bo'lgan va faqat bir kishi tirik qolgan. Amina ilovasida yolg'on yashash manzilini taqdim etgan chet el fuqarosi Rossiyadan chiqarib yuborildi. Amina mobil ilovasida u yashash joyi sifatida davlat organi binolaridan birini manzilini ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, Amina ilovasida aniq yashash manzilingizni ko'rsating. Ko'pchilikda bo'layotgan xato yashab turgan domni ko'rsatib, kvartirani ko'rsatmasa ham reyestrga tushib qoladi. Shuning uchun Aminadan foydalanganda yashash manzilingizni to'liq qilib ko'rsating. Yana bir eslatma, Amina ilovasi mutlaqo tekin. Agarda sizdan Amina ilovasidan foydalanayotganingiz uchun pul so'rashsa, bizga murojaat qiling va biz ariza bilan politsiya xodimlariga murojaat qilamiz. Murojaat uchun telefon, WhatsApp raqamimizga +7 968 012 27 30 yoki Telegram messenjeriga migrant.work.uz murojaat qilishingiz mumkin. Dasturimiz so'ngida sizlarga bir videoni taqdim qilmoqchimiz. Ya'ni o'zbek fuqarolari o'zbek nomini bulg'ashmoqda. Bir guruh o'zbekistonlik erkaklar Rossiyada qo'lga olindi. Ular fohishalik va LGBTni targ'ib qilganlikda ayblanmoqda. Videoni ko'rib o'zingiz xulosa qiling va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bunaqa fuqarolarni boridan yo'g'i yaxshi. Salomat bo'ling. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirdi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.